Hammasini ham sen telefonga ulanganda qanaqa qilib chiqarib olishni o'rgatdik. Endi telefonga ulashni ham o'rgatamiz sana. Mana shu telefonni olib boraylik, olib obunachilar 100 ming like kirsa, mashg'ulotlarga polni telefon korpus qoqib qilsak ekanmiz. Ulanishni o'rgatishdan oldin zo'r yangiligim bor obunachilar. Obunachilar yangilikni zo'rini aytadigan bo'lsam, men sizlarga reklama xizmatimizni bir oyda 10 ta reklama olmoqchiman. Narxi $100 dan bo'ladi. Nima uchun $100? Mana YouTube kanalimizda 1 milliondan oshiq auditoriyamiz bor. Instagram kanalimizda 1 million auditoriyamiz bor. Sizni shaxsiy brendingizni borib reklama qilamiz, zo'r qilib yoritib beramiz. Yangi biznes qilgan aka-ukalarimiz uchun zo'r yangilik. Yurmayotgan biznes bo'lsa ham borib yurgizish uchun harakat qilamiz. Sizlar uchun skidka qildik. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Endi esa telefonni qanday qilib ulashni men sizlarga o'rgatib o'taman. Ha aytgancha obunachilar, bizning kanalga umuman farqi yo'q. Qanday do'kon bo'lsa ham borib reklama qilib beramiz. Oziq-ovqat bo'lamiz, kiyim do'kon bo'lamiz, darvoza sotamiz, umuman farqi yo'q. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qiling, faqatgina bir oyda 10 ta reklama olamiz. Obunachilar 0609 bu telefonda turibdi. Hozir bu telefonga yo'naltirishni o'rgataman. Qaranglar, birinchi 2 yulduzcha, 21 yulduzcha qilamiz, keyin nomer beramiz, keyin reshotkani qo'yganimizdan keyin bitta poзвонить bosamiz. Mana ko'rishlar mumkin, uspешно bo'lgandan keyin mana yerda bitta ko'rinadi yo'naltirilgani. Endi bu nomerga telefon qilib ko'ramiz. 836 0815 ga telefon qilib ko'ramiz. Bu sim karta bu telefonda turibdi, lekin bu telefonga telefon qilganimizda tushadi. Mana ko'rishlar mumkin, bu nomerga telefon kelyapti, lekin sim karta bunda turibdi. Endi bundan qanday qilib chiqarib olishni o'rgataman men sizlarga. Ikkita reshotka 21 reshotka qiladigan bo'lsak, shunaqa holatda operatorlarni yechaveradi obunachilar. Yoqqan bo'lsa like podpiskani bosib qo'ying.